Angliyaning dаңlıq universitetlərdən bolğan Cambridge universitetida Xitoy hökumətinin yuqori fan texnika orqali Uyg'urlarga qaratayotgan nazorat va bostirish siyosati haqida suhbat yig'ini o'tkazilgan. Bu suhbatni mazkur universitetdagi o'quvchilarning munozara to'pligi bo'lgan Cambridge birlashmasi uyushtirgan bo'lib, uningga Angliyadagi Uyg'ur ziyolisi Aziz Eysa qatnashib savollarga javob bergan. 13 fevral kuni kashqurun o'tkazilgan suhbatda ilg'ori fan texnikalar uchurga erishishni osonlashtirish va yangi manbalarni barpo qilishdek ijobiy rollarni o'ynash bilan bir vaqtda yana kishilik erkinlik va xususiy maxfiyatlikka tahdid elib kelayotganligi Uyg'urlar bugun duchor bo'lgan vaziyat asosida qarab chiqilgan. Aziz Eysa apandi va boshqa qatnashuvchilar birlikda ilg'or texnikaning qanday qilib Uyg'urlarning huquqini bostirishga ishlatilganligi, sunniy aql texnikasidagi oligorizmning bir taraflamalikigi va Xitoy hukumatining Uyg'urlarga nazorat texnikasini qo'llanishi haqida doklad bergan. Cambridge birlashmasi Angliya Cambridge universitetining munozara va so'z erkinligi to'pligi bo'lib, Cambridge universitetidagi eng cho'ng birlashma bo'lib hisoblandi. 1815-yili qurilgan bu birlashma yana uzluksiz davomlashayotgan eng ko'na munozara jamiyatlarining biri bo'lib hisoblandi. Cambridge birlashmasi hozirgacha nurg'un dаңlıq davlat arboblarini, siyosiy yo'llarni, kashfiyotchi va cho'lponlarni suhbatga taklif qilgan. Anlayotganingiz Uyg'ur tilidagi erkin axborot munbiri, Erkin Osiyo radiosi.